Kucha Maytaq taş yo'lda mengib kirish bilet yo'q holatda G'uljuq 5 kunlik sayohat qilishni xohlamsiz? Birinchi kuni Kuchadan boshlaylik. Atdigan yo'lga chiqib tuz jilg'isiga kelamiz. Bu yerdagi tuzning zapisi butun dunyo xalqining 200 yil yashiga yetadi. Ikkinchi bekat Tangritog' sirliq jilg'isi yendagi kichik jilg'a. Bu yerning manzarasi o'zgacha chiroyli. Uchinchi bekat Cho'ngko'l. Mashina to'xtatib ko'l bo'yiga berib, ko'l tomoshasi qilsanglar bo'ldi. Endi davomli maqsadingiz ta'lingiz bo'lsa, Talamat davonda qor manzarasi ko'ra olishingiz mumkin. Kechda Bayinbuloqda qo'ysangiz bo'ldi. İkinci kuni Bayinbuloq yayliqi. Bu keng ketgan yayloqning hamma yeri bir manzara. Yo'l ustidagi manzara supsiga mashina to'xtatib, bir tarafdan yo'l mang'ash, bir tarafdan sayohat qilsangiz bo'ldi. 5-chi bekat Kucha Maytaq tash yo'lining Bayinbuloqdan naratqichi bo'lgan orliqi. Eng chiroyli yeri. Mashinani asta bexatar haydab, manzara ko'rgach maqsangiz bo'ldi. 6-chi bekat Cho'rim yayliqi va Maytaq Kucha tash yo'li qahramonlar abidasi. 168 nafar yo'l yasash qatnashgan jangchilarni unutib qolsak bo'lmaydi albatta. Bu kuni kechda Tambalada qo'nsangiz bo'ldi. 3-kuni butun bir kun Tambala yayliqi, Farishta ko'liga berib, aylanib Tangritog' bag'ridagi keng ketgan yayloqdan huzur eling. Kechda yana Tambala yayliqida qo'ning, kechadagi yulduzlarni ko'ring, tabiatdan qong'uch huzur eling. 4-kuni Kucha Maytaq tash yo'ldan davomli Maytaq yo'lishiga qarab mengishni tanlasangizmi, G'uljuq kirishni tanlasangizmi yoki orqangizga qaytishni tanlasangiz bo'ldi. Yuqori degan nazar nuqtalari haqsiz, bu joylarda sayohat basta bo'lg'achqa narsa kerak sal